Agar sizni farzandingizda shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. Masalan, ba'zi bolalar serharakat bo'ladi, diqqati tarqoq bo'ladi, maqsadsiz harakati juda ham ko'p bo'ladi. Bu qachon norma, qachon patologiya, qachon doktorga olib borib lecheniya qildirish kerak. Shuni farqlab olishingiz kerak bo'ladi. Agar sizni farzandingiz uyda to'polon qilib, lekin mehmonga borganda yoki shifokor ko'rigiga borganda o'zini jim qanaqa tutishni biladigan bo'lsa, demak bu normal holat hisoblanadi. SDVG sindromi qachon qo'yiladi? Agar sizni farzandingiz mehmonga borganda ham, notanish joyga borganda ham o'zini shunaqa giperaktiv tutsa, hamma joyga tep tashlaydi, to'polon qiladi, ya'ni begonasirash bo'lmaydi. Shunaqa holatlarda, ya'ni maqsadsiz harakati juda ham ko'p va diqqati yetishmovchilik bo'lganda, bunda shifokorga ko'rsatib, nevropatologda lecheniya olish shart bo'ladi, chunki katta bo'lganda bunaqa bolalar sabrsiz bo'ladi. Ko'pchiligimizning farzandlari to'polonchi bo'ladi, lekin siz kuzatganmisiz, bu to'polonni bola uyingizda qilyaptimi yoki mehmonda ham shunaqa to'polon qilyaptimi? Kommentariyada yozib qoldiring.